Hammani Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu bayram hammaga omad, baxt olib kelishini tilab qolaman. Kelgusi o'qishlarda ham bundan yuqori natijalarni egallashni xohlayman. Yangilanish, yashash fasli hammaga muborak bo'lsin. Butun xalqimizni shu qatorida birgalikda mana shu Samarqand Agro-innovatsiyalar va tadqiqotlar institutida mehnat qilayotgan barcha professor o'qituvchilar, ishchi xodimlarni shuningdek ta'lim olayotgan barcha talabalarimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Hammaning ishlariga rivoj, o'qishlariga omad tilaymiz. Yangi yilimiz, ya'ni shu yangi Navro'z, yangi kunimiz hammaga qutli barakali, omadli yil kelsin. Talabalarimizni o'qishlariga omad. Mana yaqinda Navro'z arafasida 3-kurs iqtisod fakultetini bir guruh talabalari xorijga amaliyotga ketishdi. Ularni o'sha xorijiy davlatlardagi amaliyotlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yaxshi borib kelsin. Butun o'zbekistonliklar, jumladan institutimiz barcha professor o'qituvchilari, talabalarimizni chin ko'ngildan fakultetimiz nomidan tabriklab qolaman. Kirib kelayotgan yangi kun, Navro'zni olam barchamizning uyimizga tinchlik, totuvlik, baxt, saodat va albatta omad olib kelsin. Navro'z yasharish bayrami bilan bu talabalarning yangilanish bahorning ilk kunlari bilan yana bir marta tabriklab, hammasiga ishlariga rivoj, omad tilab qolamiz. Barcha talabalarga o'qishlarida omad tilayman. Kelayotgan Navro'z ayom bilan chin yuragimdan tabriklayman. Bundan keyingi ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Bu yil bitirayotgan bitiruvchilarimiz barchalariga omad tilab, kelasi yil magistraturaga o'qishga kirishlariga tilakdoshman. Kelasi yil ham mana shunday yig'ilib, hammamiz ochilib-sochilib yurishimizga tilakdoshman.